Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining Buxoro hududiy filiali va Yaponiyadagi Yapon madaniyat markazining Buxoro filiali hamkorligida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Yaponiya delegatsiyasi, Aichi hamkorlik tashkiloti, Xalqaro hamkorlik markazi hamda Kamiyama Gakuin Yapon tili maktabi vakillari ishtirok etdi. Mazkur uchrashuvning asosiy maqsadi O'zbekiston fuqarolarini Yaponiya hududida mehnat faoliyatiga jalb etish, ularni malakali kadrlar sifatida tayyorlash va mazkur jarayonlarni tashkiliy jihatdan yo'lga qo'yish masalalarini muhokama qilishdan iborat bo'ldi. Uchrashuv davomida tomonlar xorijiy mehnat bozorini rivojlantirish, malaka oshirish va o'quvchilarni xalqaro mehnat bozoriga tayyorlash bo'yicha hamkorlik istiqbollarini muhokama qilib, kelgusida yoshlar uchun xalqaro miqyosda yangi ish va ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish borasida yangi sahifa ochilishini qayd etishdi. Bu ikki tomonlama munosabatlarning rivojlanishida yoshlarning xorijiy mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Yaponiya delegatsiyasi Buxoro shahridagi kasbiy ko'nikmalar markazida o'quv yo'nalishlari, dars jarayonlari va o'quvchiga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Mehmonlar markazning texnik bazasi, o'quv dasturlari va amaliy mashg'ulotlar tizimiga yuqori baho berdilar. Uchrashuv yakunida tomonlar hamkorlikni mustahkamlash maqsadida yangi hamkorlik shartnomalarini imzoladilar. Bu esa O'zbekiston yoshlari uchun Yaponiya mehnat bozorida yangi imkoniyatlar ochadi. Ilk marotaba demak Yaponiya davlatidagi Aishoran kompaniyasi bilan hamkorlikda demak ishlarni boshladik va mazkur hamkorlikka ko'ra hozirgi kunda demak 200 nafarga yaqin fuqarolarni til va kasbga to'laqonli o'qitib, ularni imtihon asosida demak Yaponiya davlatidagi $2000 dan yuqori bo'lgan ish maoshlariga demak joylashtirishga kelishib oldik. Mazkur uchrashuv va hamkorlik O'zbekiston yoshlarini malakali kasb egalariga aylantirish, ularga xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishi uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni berish hamda mamlakatimizning xorijiy ishbilarmonlik aloqalarini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Amalga oshirilayotgan tashabbuslar va shartnomalar kelgusida yoshlar uchun kengaytirilgan ish va o'qish imkoniyatlarini taqdim etib, mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotiga ijobiy hissa qo'shadi.